Sovuq kunlarda issiqlik har bir xonadon uchun zarur, ammo ayrim hollarda qo'lbola isitish moslamalari jiddiy fojialarga sabab bo'lmoqda. Siz xalq orasida toychoq pechka yoki apilka pechka deb ataluvchi moslamalardan foydalanasizmi? Bu xavfsizlik talablariga javob bermaydi. Bunday pechlardan noto'g'ri foydalanish, noto'g'ri o'rnatilishi is gazdan zaharlanish hamda yong'in xavfini kelib chiqarishi mumkin. Isitish moslamalarining dudboroni va mo'risi to'g'ri o'rnatilishi kerak. Ular vaqti bilan tekshirilib, tozalab turilishi shart. Bunday pechkalarni noto'g'ri o'rnatish, dudboronlarni noto'g'ri o'rnatish is gazi va yong'in xavfini keltirib chiqaradi. Shaharsozlik norma va qoidalarida isitish pechlari va dudburonlarni o'rnatish talablari. Mo'ri tomning eng yuqori qismidan 1,5 metrgacha uzoqlikda joylashtirilganda, uning balandligi tomning eng yuqori qismidan kamida 0,5 metr balandroq bo'lishi lozim. Mo'ri tomning eng yuqori qismidan 3 metrgacha uzoqlikda joylashtirilganda esa, uning balandligi tomning eng yuqori qismi bilan bir sathda bo'ladi. Agar mo'ri va tomning eng yuqori qismi orasidagi masofa 3 metrdan ortiq bo'lsa, u holda cho'qqi yoki parapetdan o'tkazilgan gorizontga nisbatan 10 gradusdan ko'p bo'lmagan burchak ostida o'tkazilgan to'g'ri chiziqdan past qilib o'rnatiladi. Barcha hollarda quvurning balandligi tom qoplamasidan kamida 0,5 metr balandda, tekis tom qoplamalaridan esa kamida 2 metr oraliqda bo'lishi zarur. Isitish pechining mo'risi devor va orayopmalar orqali qalinligi 25 metr bo'lgan asbest quvur, ya'ni gilzalar yordamida o'tkazilishi lozim. Isitish pechi yonuvchan yoki sekin yonuvchan materiallardan yasalgan pol ustiga o'rnatilganda, pech tagiga o'lchamlari 70-50 sm bo'lgan metall qoplama yotqizish talab etiladi. Yonuvchan materiallardan yasalgan pol ustiga pech o'rnatilganda esa uning tagida 10 mm qalinlikdagi yonmaydigan va issiqlik o'tkazmaydigan qoplama bo'lishi kerak. Isitish pechining pastki qismidan polgacha bo'lgan masofa esa kamida 10 cm bo'lishi talab etiladi. Pechda olov to'liq yonishi uchun pech mo'risida havo aylanish tizimi bo'lishi kerak. Bunda xona germetik holatda bo'lmasligi, ya'ni xonada havo aylanishini ta'minlash lozim. Ko'pincha o'rganishlarda guvoh bo'lamiz. Issiqlik chiqib ketmasligi uchun dudboronlarni yopib qo'yilishi yoki o'z vaqtida tozalanmasligi, bu esa is gazni xonaga qaytib kirib, u yerdagi insonlarni zaharlanishiga olib keladi. Kichik bir e'tiborsizlik ham bir lahzada katta fojiaga aylanishi mumkin. Xavfsizlikka rioya qiling, oilangizni asrang.